Ramazon oyida yaxshilik qilaman deb yomonlikka qo'l urib qo'ymang. Nimaga bunaqa deyapman? Ramazon oyida yosh bolalarimiz uyma-uy yurib Ramazon aytib keldik eshigingizga deb, demak pul so'rashadi, ochiqdan ochiq pul so'rashadi va bu tilanchilikka kiradi. Ulamolarimiz bir kunlik yeb ichadigan oziq-ovqati bor insonni tilanchilik qilishligi mumkin emas, mutlaqo nojoiz deganlar. Bular eshikma-eshik yurib, haligi Ramazon aytib keldik niqobi ostida pul bering deydi. 1000 so'm chiqara qoling, 1000 so'm pul, 10 000 so'm pul degan joylari bor. Va bu narsa mutlaqo mumkin emas. Ulamolarimiz qattiq qaytargan bu narsadan. Bolalaringizni tilanchilikka o'rgatmang, hurmatli ota-onalar. Eng yomoni, bolalar ota-onasiga aytmay chiqib ketib, Ramazon aytib pul topib, pulini yarim kechasi 12 gacha PlayStationga, bemaza ishlarga ishlatyapti. Mana shunaqa narsalar bilan shug'ullanyapti. Shuning uchun Ramazon aytishiga farzandlaringizni aslo yo'l qo'ymang. Ikkinchisi, bu Ramazon oyida yaxshilik qilaman deb, lekin yomonlikka qo'l urib qo'yiladigan joyi bu svetoforlarda turib olib, shom paytida, kun xira-shira paytida odamlarga iftorlik tarqataman deb yaxshi niyat qilingan. Lekin amalda qonunni buzib, svetofor yashil yonganda ham mashinalarni to'xtatib turib, yoki mashinalar yurib ketayotgan mashinalarga oynasidan otib yorib, yoki mashinalar oynasidan xurmo bilan suvda otib yorish holatlari va bunga o'xshash bir qancha yo'lda yuzida mashina kelayotgan holatda suv ko'tarib bolalarni, yosh yigitlarni chopishligi bu qonun qoidani, tartibni buzish deyiladi. Niyat yaxshi, ammo amal noto'g'ri, qoidaga, qonunga zid. Demak, mana shunday ishlardan Ramazon oyida tiyilishimiz, qilsak ham, masalan, ehson tarqatmoqchi bo'lsangiz ham tartib intizomga bo'ysunib tarqating, Ramazon aytish esa mumkin emas.